Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan kukumara soch fenlari haqida gaplashamiz. Ulardan qanday to'g'ri foydalanish va ularga to'g'ri parvarish qilish haqida to'liq qo'llanmani taqdim etamiz. Agar siz sochlaringizni tez va samarali quritishni xohlasangiz, lekin ularga zarar berishni xohlamasangiz, demak bu video aynan siz uchun. Kukumara fenlari zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan va ularning asosiy xususiyatlarini hozir ko'rib chiqamiz. Quvvat 1700 dan 2300 voltgacha bo'ladi. Foydalanishdan oldin fen ochiqligiga ishonch hosil qiling. Fenni 220-240 volt quvvat manbaiga ulang. Quvvat tugmachasini yoqing va kerakli haroratni tanlang. Past harorat sochlarni ehtiyotlik bilan quritish uchun, o'rta harorat tez quritish uchun, yuqori harorat tez va kuchli quritish uchun. Sochlaringizga 15-20 cm masofadan havo bering. Konsentrator yordamida aniq turmak yarating. Turmakni mustahkamlash uchun Cool Shot tugmachasini bosing. Ishlatib bo'lgach, fenni o'chirib, sovishini kuting va keyin saqlang. Bu diffuzer jingalak sochlari uchun qulay bo'lganligi uchun ba'zi bir modellarga qo'shilgan va oddiy sochlar uchun ikki xil ko'rinishdagi nasadka. Lekin quyidagilarni qilmang. Fen ishlayotganda ho'l mato bilan artmang. Yoki fenni suvga botirmang va kuchli kimyoviy vositalar bilan fenni yuvmang. Mana do'stlar, kukumara fenining to'liq qo'llanmasi. Endi siz fenni qanday to'g'ri ishlatish va to'g'ri parvarish qilish va to'g'ri saqlashni bilasiz. Agar sizga shu video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va komment qoldiring va albatta bizga obuna bo'lishni unutmang.